Assalomu alaykum hammaga. Biz tuning markaziga ishda boshlab, deyarli birinchi etapiga biz kabel tashlash, kolsalarni o'rnatish, mana shu jarayoniga biz eshikdan kirishga mana shu yerga shetni joylashtiramiz. Kabellarning hammasi tashlanyapti. Shtraba kabel tashlangan joylarda mana rotban bilan shuap. Eshikdan kiraverishga shet bo'ladi, ключателlar bo'ladi. U ключателlar bilan mana bergan ключатель bo'ladi. Bularning hammasi reversni. Xohlasa eshik oldidan o'chiriladi, xohlasa mana bergan stol bo'ladi. Reception. O'sha receptiondan olingan ключателlar ikkovi reversni bir-biri bilan svязga ishlayveradi. Konditsioner uchun 3 fazalik kabel tashlaganmiz. Katta konditsioner mana shu yerga joylashadi. Mana shu yerga nasib bo'lsa bir tasavvur qilib ko'rasizlar. Подъемник bo'ladi. O'sha mashinalar keladi. O'sha подъемник bilan ko'tariladi. O'sha uchun ham 3 faza tok. Bu rezetishni gruppalar. Bular mobodoga nimadir qo'shsa, mana shu yerga logotip bo'ladi. Yo bo'lmasa mashinalar uchun diska aksessuarlarni ilib qo'yadigan narsa bo'ladi. Polka bo'ladi. O'sha polkaga yorug'lik beramiz. Patologlarga kabel tashlaganimiz yo'q. Освещениeni o'sha yerga formalarni qilib olgandan keyin kerakli joydan o'zimiz olib tushiramiz. Bu yerga qo'shimchasiga kameralarni o'rnatib boshlayapmiz. Kamera 24-43 modeldagi kamera. Mana shu reception hisob-kitob bo'ladigan joylarga ovozi bilan yozib beradi tiniq. Bitta kiraverishdan darvozaning tepasiga bitta kamera, to'g'ridan bitta kamera, 13-43 patolochni kameradan qo'yamiz. Bu yerga bitta kamera. Ikkita kolsa qo'yilgan joyga ikkita televizor, o'rtasiga o'sha tuning markazining ismi yozilgan bo'ladi. Mana bu xonamiz. Bu mashinalarni yuvadigan xona bo'ladi. Rezetkalar germetechni IP67 standartga javob beradigan. O'sha suv teksa ham o'sha ichkariga, to'klik qismiga o'tmayotgan rezetkalar qo'yiladi. Bittagina 3 fazalik o'sha karcherga mo'ljallab kabel tashladik. BDM asoshinasi o'sha forma qilib haytik usuliga pastga tushadi. Bu xona polirovka bo'ladigan xona bo'ladi. Shet mana shu yerga joylashgan. Mana shu atrofdagi rezetka, mana shu ikkita xonani shetini mana shu yerga joylashtiramiz. Bergan bitta kamera. Xona kichkinaligini hisobi 2 megapiksellik 13-23 kameradan olingan berga. O'sha kameralarni kuzatuvi mana shu yerdagi televizorga kabel tashlaganmiz. HDMI sifatida foydalanib mana shu yerdan kuzatib tursa bo'ladi. Buni yana boshqa joydan ham kuzatsa bo'ladi. U kuzatuvni ofis ichidan qilib beramiz. Boyagi NVR POS server qismi ko'zga ko'rinmayotgan отдельный joy tanlagan biza o'sha yerga joylashgan bo'ladi.